Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan o'rganadigan misollarimiz yakuniy dars misollari. Biz nimalarni bilib oldik, nimalarni o'rgandik. Birinchi misol: paletka yordamida bu shakllardan birini yuzini aniqlang. Xo'p, biz birinchi shaklni yuzini aniqlab ko'raylik. Bunda nima qilamiz? Butun kataklarni sanab chiqamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30. Demak 30 ta butun katak bor ekan. Unga qo'shamiz mana bu yarimta kataklarni. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 bilan 28. Demak bu 29 ta plus 28 bo'lingan 2. Demak 29 qo'shamiz, 28 ni 2 ga bo'lsak 14. Javob 43 ga teng bo'lar ekan. 2. To'g'ri burchakli parallelipipedning bo'yi 12 cm, eni 5 cm, balandligi 7 cm. Uni barcha qirralari uzunliklari yig'indisini toping. Qirralar uzunliklari yig'indisi L harfi bilan belgilanadi. 4 ko'paytirilgan 12 qo'shamiz 7 qo'shamiz 5 barobar 4 ko'paytirilgan 24, ya'ni 96 santimetr kvadratga teng bo'ladi. Santimetrga teng bo'ladi. Ikkinchi sharti, bu parallelipipedning yoyilmasini yuzini toping. Yoyilmasini yuzi bu yer teng bo'ladi 7 ga 7 cm. Demak, mana bu yuzi 7 ko'paytirilgan 5, ya'ni 35 cm kvadrat. Mana bu yuzi ham 35 cm kvadrat. O'rtasi 5 kara 12, ya'ni 60 cm kvadrat. Bunisi 84 cm kvadrat. Bu yer 12 bo'ladigan bo'lsa, bu yer 7 bo'lsa, demak bu yer ham 84 cm kvadrat. Mana bu yer 5 bo'ladigan bo'lsa, 60 cm kvadratga teng. Demak, umumiy yuzani hisoblaydigan bo'lsak, 35 dan 2 ta bo'lyapti, plus 60 dan 2 ta, plus 84 dan 2 ta bo'lyapti. Barobar 35 kara 2 70, qo'shamiz 120, qo'shamiz 168 barobar 120 ga 70 ni qo'shadigan bo'lsak 190, 190 ga qo'shamiz 168, 358 santimetr kvadratga teng. Uchinchi misol: aylananing barcha radiuslari nomini yozing. Aylananing jami nechta radiusi bo'lishi mumkin? Aylanani istalgancha radiusi bo'lishi mumkin. Demak, OF radius, OY radius, OD radiusi bo'lishi mumkin. OS, OG, OA radius, OB radius. Radius nima o'zi? Markazdan shu aylanadagi bitta nuqtagacha bo'lgan masofa. Mana masalan OB radius, OA radius. Mana shular radius hisoblanadi. Bir shart, aylananing barcha diametrlarini yozing. Aylanani ikkita nuqtasini tutashtiruvchi hamda markazdan o'tuvchi chiziq diametr deyiladi. Masalan, mana Y diametr, yo bo'lmasa mana bu G D diametr.
ya'ni boshqa diametri yo'q. D sharti chizg'ich bilan aylananing istalgan radiusini o'lchab uzunligini yozing. Hop, mana buni uzunligini hisoblaymizda chizg'ichda yozamiz. Bu taxminan 3 santimetrga teng. Hop, keyingisi bu aylananing diametrini kattaligini toping. Radiusi 3 bo'ladigan bo'lsa, diametri 6 santimetrga teng bo'ladi. To'rt doiraning bo'yalgan ulushini yozing. Hop, birinchi doiraga qaraydigan bo'lsak, 2 ga bo'linyapti. Demak, 2 dan 1, chunki bittasi bo'yalgan. Keyingi doiramiz 3 ga bo'linyapti, bittasi bo'yalyapti, ya'ni 3 dan 1. Keyingisi 4 ga bo'linyapti, 4 dan 1. Keyingisi 5 ga bo'linyapti, bittasi bo'yalyapti, 5 dan 1. Keyingisi 6 ga bo'linyapti, bittasi bo'yalyapti, 6 dan 1. Va keyingisi 7 ga bo'linyapti, bittasi bo'yalyapti. Keyingisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ga bo'linib, bittasi bo'yalyapti. Keyingisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ga bo'linib, bittasi bo'yalyapti. Keyingisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta. 10 tadan bittasi bo'yalyapti. Keyingisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 taga bo'linyapti ekanda, bittasi bo'yalyapti ekan. Demak, nechiga bo'lingan bo'lsa, mahrajiga yozar ekanmiz, nechtasi bo'yalgan bo'lsa, tepaga suratga yozar ekanmiz. 5-misol, amallarni bajaring. Har bir ustundagi ifodalar qanday umumiylikka ega? Hop, birinchi ustunni hisoblashni boshladim. 735 ni 5 ga bo'laman. 1, 4, 7. 147 gram. Keyingisi 288 kilogrammi 3 sentner 56 kilogram. Ya'ni 288 kilogram qo'shamiz. 3 sentner 56 kilogramimiz 356 kilogramga teng. Natija kilogramda chiqadi. 14 biradilda 13, 14 biradilda 5, 6. Demak, 644 kilogramga teng. Keyingisi 3 tonna 5 sentner, ya'ni 3500 kilogram. Undan ayirishim kerak 27 kilogramni. Natija 3 3473 kilogramga teng. Keyingisi 4 tonnadan 2514 kilogram, ya'ni 4000 kilogramdan ayirib tashlashim kerak 2514 ni. Bu ham kilogramda. Demak, natija ham kilogramda chiqadi. 6, 8, 4, 1, ya'ni 1486 kilogramga teng. Demak, birinchi ustunimiz og'irlik o'lchov birliklari haqida ekan. Ikkinchi ustunga o'tamiz. 2 minut 3 sekund. 2 minutimiz 120 sekund. 123 sekund bo'lar ekan. Demak, 123 sekundni ko'paytiraman 18 ga. 2214 sekund bo'lar ekan. Hop, keyingisi 7 soat 3 minut. 7 soatimiz 420 minut. 33 ni qo'shsam 453. Demak, 453 ga 68 ni qo'shaman. 521 minut. Keyingisi 2 soat 3 sekund. 2 soatimiz 3600 dan bo'ladigan bo'lsa 7200. Unga 3 ni qo'shsam 7203. 2 ga ko'paytiraman 14406 sekund. Keyingisi 546 ni 7 ga bo'laman, ya'ni 78 sekund. Demak, bu ustunimiz qanaqa umumiylikka ega? Bu ustun faqat vaqt o'lchov birliklari haqida ekan. Keyingisi 4 metr 48 santimetr, ya'ni 448 santimetr. Bunga qo'shaman 56 santimetrni. Natija 504 santimetrga teng.
Keyingisi 1 kilometr 200 metr ham 1200. Uni 6 ga bo'ladigan bo'lsam 200 metr bo'ladi. Hop, keyingisi 2 detsimetr 3 cm, ya'ni 23 cm. 7 ga ko'paytirsam 161 cm ga teng. Keyingi savol 3 detsimetr 145 mm da ayirishim kerak. 3 detsimetr ham 300 mm. 145 dan ayirsam 155 mm ga teng bo'lar ekan.